Albatta bugungi kunda dunyo miqyosida iqtisodiy sohada turli xil rivojlanishlar, o'sishlar kuzatilmoqda. Lekin shu bilan bir qatorda zavodlar, har xil fabrikalar, har xil korxonalar ishga tushishi bilan bir qatorda o'sha tabiatga bo'lgan munosabatni asrab qolishimiz ham juda muhim hisoblanadi. Alloh taolo Shuaro surasi 7-oyatida ular yerga qaramaydilarmi? Biz unda go'zal namlardan qanchalarni undirib qo'yibmiz deb marhamat qiladi. Ya'ni yer qanchalik chiroyli yaratilganligi, undan oqilona foydalanish va bu ne'matga yaxshi munosabatda bo'lish kerakligi ta'kidlanmoqda. Yana boshqa oyatda, jumladan o'sha Luqmon surasining 10-oyatida va osmondan suv tushirib, u bilan yer yuzida turli go'zal va foydali juftlarni o'stirib qo'ydik deyilganligi va yana Qamar surasi 49-oyatda albatta biz har bir narsani o'lchov bilan yaratdik. Ya'ni bu yerda shu narsa ko'rishimiz mumkinki, albatta yer yuzidagi har bir narsa o'lchov bilan yaratilganligi va bu ne'matlarning ham oxiri borligi, albatta bundan oqilona foydalanishimiz kerakligi juda ta'kidlangan. Furqon surasi 2-oyatida esa har bir narsani o'lchov ila o'lchab yaratgan zotdir. Boyagi aytgan oyatimizga qo'shimcha ravishda bu shu Furqon surasining 2-oyatini ham keltirishimiz mumkin. Undan tashqari A'rof surasi 56-oyatda va isloh qilingandan keyin yer yuzida fasod qilmang deb ta'kidlagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim daraxt eksa va uni avaylab asrasa, meva berguncha parvarishlasa, mevasidan odamlarga yetgan har bir foyda uchun Alloh taoloning huzurida unga ajr savoblar bo'ladi deb marhamat qilganlar. Demak, shunday ekan, tabiatni asrash har birimizni burchimiz va vazifamiz hisoblanar ekan.